Agar xo'p desangiz, mehmonlarni men kutib olsam. Mehmonlarni kutib olish, yaxshilab kuzatish Davlat akangning zimmasida. Kechqurunga ovqat qilib qo'y deyapman. Nega menga bunaqa gapiryapsiz? Qanaqa gapiryapman? Millionerga aylanyapman. Har daqiqada pul yutyapman. Qo'ysang-chi. Har daqiqamni vijdon azobi bilan yashayapman. Ikki murg'ak bolani holini kechdi. Jamshid aka, ustimdan kulyapsizmi? Kamol opa, men ham bir muddat sexizda ishlasam bo'ladimi? Hoy, nega bo'zyapsan? Hoy, Guli, nima qilyapsan? Bugun oyimni olib kelishga bormoqchi edim. Shunga vaqting bo'lsa men bilan yur demoqchi edim. Birovni shuncha azobga qo'yib, qanday bemalol uxlaysan? Voy. Alo? Jasur? Yaxshimisiz? Ha, yaxshi, rahmat. Yo, bezovta qilmadingiz. Bemalol gapiravering. Ha, u uyiga ketgan bo'lsa kerak. Boshqa boradigan yeri bo'lmagandan keyin uyiga ketadi-da. Uyiga ketgan. Manzilini bilmayman. Sevinch uxlayapti. Xayrli tun. Tinchlikmi? Bugun juda ko'rinishing o'zgacha. Siz uchun o'zimni chiroyli qilib keldim, dadajonisi. Ichingni ham chiroyli qilsa bo'larmikin? Lekin ovqat juda mazali bo'libdi. Yaqin atrofda seni qo'lingdan bunaqa mazali ovqat yemagandim. Xuddi oyimlarni chuchvara sho'rvasiga o'xshabdi. Oyimni chuchvara sho'rvalarini siz uchun o'rgatdim. Akmal yana kech kelyaptimi? Haligi bilasiz-ku, yigitchilik, do'stlari bilan uchrashib, o'tirib gaplashadigan gaplari bordir, ishlari bordir. Nima, bu yog'i yigitchilik? O'zingiz ham haligacha shu yoshda kech keladigan kunlaringiz bor-ku, Bahodir aka. Seni mana shunaqa haspo'slashing bolani izdan chiqaryapti. Jabrini bitta o'zing cheksang mayli edi. Allohu akbar.
o'z dadam a. Eshityapsanmi Seva? O'z dadam. Akmal aka, o'zingizni tutsangiz-chi? Hammani tinchini buzyapsiz. Tinchini buzaman. Hammani tinchini buzaman. Meni dadam emas, ha? Akmal aka, Dada. Shunaqa qilaversangiz, sizni o'ldiraman. Akmal aka. Akmal aka kechirasiz. Sal sekinroq gapirsangiz, boshqalarga xalaqit qilyapsiz. Nima? Kimga xalaqit qilyapman? O'shani menga ko'rsat. Akmal aka, tinchlaning aka. Qo'lingni ol. Sen Akmal menga aka. hozir tinchi buzilayotganini ko'rsat. Men unga Qo'ysangiz-chi. tinchi buzilish qanaqa bo'lishini ko'rsataman. Qani, Anu, Akmal aka kechirasiz. O'tirib oling. bor chaqir xo'jayiningni. Alo Zohid. Akmal so'rayapti de. Zohid. Ertaga yomg'ir yog'sa kerak. Shamol qibladan esyapti. Shaharni o'rtasida tursak. Quyosh qiyoqdan chiqib, qayoqqa botayotganini bilib bo'lmasa. Qiblaning qaysi tomondaligini tush ko'rib aytyapsizmi, opa? Manzura. Ba'zan sizda F vitamini yetishmaydigandek. U qanaqa vitamin? Hoy, sizdan so'rayapman, u qanaqa vitamin? U farosat vitamini. Boring-ye. Bo'ldi. Men gapirmadim. Sizlar ham jim bo'linglar. Ertaga 6da ishga borishimiz kerak. Uxlaylar. Bunaqasi ketmaydi, janob dada. Ertadan men ham boshqa yo'lga o'taman. Bunga meni o'zingiz majbur qildingiz. Oyi, siz bilan choy ichishni sog'inib ketibman. Ha, men ham seni sog'indim o'g'lim. Rahmat. Ol. Bugun kechki payt shaharni aylantiraman. Kelganimizga qancha bo'ldi?
Biron marta siz bilan ham shahar aylanmamiz. Ishdan charchab kelasan. Mendan xavotir olma. O'zing ruxsat berganding. Bugun tikuvchilik sexiga boraman. Ishi bilan tanishmoqchiman. Yoqsa ishlayman. Oyi, hali 1-2 kun o'ziga kelib olsangiz degandim. Yolg'iz qolishdan qo'rqayapman. Mana sog'ligim joyida. Ancha dam oldim. Madina, hammamiz birinchi kelganimizda yugurib ishimizni ko'rsatganmiz. Atelyeda qiladigan ishimizdan tashqari kelgan ketgan mehmonlarni kutib olardik. Yuzimizda tabassum, o'ng qo'limizni ko'ksimizga qo'yib, salom berib kutib olardik, kuzatardik. Undan tashqari qahva deganlardek tayyorlab berganmiz. Madina, cho'chimang. Kimni vaqti bo'lsa, bir-biriga yordamlashadi. Biz bir jamoamiz. Xo'p. Qizlar, kechga qolamiz, qani? Tezlashinglar. Xo'p. Qani, amin. Ketdik. Xo'p. Ketdik. Eshitaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Ha, rahmat. Sexga ishga olamiz degan e'lon bergan ekansizlar. Ha. Shu bo'yicha murojaat qilayotgandim. Qushbegi ko'chasi 127-maktabning orqasida joylashganmiz. Manzilni eslab qoldingizmi? Ha, eslab qoldim. Kech 6gacha shu yerdamiz. Xo'p, rahmat, boraman. Xo'p, yaxshi keling. Dildor opa. Axir ishchi o'rni to'lib bo'ldi-yu. Bashorat opa hali beri 1-2 oy chiqolmas ekanlar. Bashorat opani joylarda ishlab turadi. Bashorat opa ishga chiqqandan keyinchi? Xudo poshsho. Bir gap bo'lar. Bata. Obyektni kelishi susaydi. Boshqa joyga bormayaptimi? Yaxshilab o'ralaring. Dadasida hisob-kitobim bor-a, bilasan. Vaqting bemalol. Qo'ldan chiqarmasang bo'ldi. Bo'pti.
Qizim. Assalomu alaykum. Rabbiy xo'jayin. Hisobotmi? Tayyor. Tayyor xo'jayin. Olib kiraymi? Xo'p. Xo'p bo'ladi. Hozir olib kiraman. Xo'p bo'ladi. Ha, aka, keldim. Qayerdasan? Shu yerdaman, Jamshid aka. Xonamga kir. Ha? Tezroq kir. Ha, hozir xonangizga boryapman. Qayerga yo'qolishi mumkin? Anvar, qayerdasan? Tez xonamga kir. Keyin aytaman, o'zingga tushuntirib beraman. Xonamga kir. Bo'l. Qayerga yo'qolishi mumkin? Qayerga yo'qolishi mumkin? Kim qilishi mumkin? Kim? Kimga kerak bo'ldi bu narsa? Voy, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, opa? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Keling, opajon. Xushvaqt bo'ling. Ha, men haligi men e'lon yuzasidan kelgandim. Ha, hozir men Dildor opamdan so'rab chiqay. Bu bo'yicha Dildor opam shug'ullanayotgan edi. Hozir opajon. Xo'p. Xolajon, keling siz ungacha mana bu yerda o'tirib turing. Men sizga qahva damlab kelaman. Xo'p. Yuring. Mana bu yerga o'tirib turing, xolajon. Hozir men sizga qahva damlab kelaman. Yo'q, shart emas. Qizim, qahva ichmayman. Choy damlab kelaymi? Yo'q, rahmat. Madina?
opani, Dildor opani xonasiga olib borar ekansan. Joy bor ekan. Yuring xolajon, unda sizni kuzatib qo'yaman. Voy, Madina, onajoning qo'ng'iroq qilyaptilar. Qaytib kelib qivorarman. Xolani Dildor opani xonasiga kuzatib qo'ying. Yuring. Akmal ukam, unaqa yig'loqlikni qo'y. Yig'lash qizlarning ishi. Jamshid aka, boshim yorilib ketdi deyapti aka. Iltimos, ortiqcha gap hozir kerak emas. Kecha ko'p otvordingmi? Boshimni qaysi devorga urishni bilmayapman. Ana u pandavaqini, keyin dadamning gaplarini eslasam, o'zimni bosa olmayapman aka. U pandavaqini biroz tinch qo'yib turasan. Endi bu yo'g'i meni ssenariyim bo'yicha ish qilamiz. Yuring. Kelavering, xolajon. Anvar? Aka, korzinkadan ham o'chirilgan. Agar ataylab o'chirishmaganida, korzinkada turishi kerak edi. Bu nima deganing? Nega ataylab o'chiriladi? Kim buni ataylab o'chiradi? Aka, menda boshqa taxmin yo'q. Nahotki ataylab o'chirishgan bo'lsa? Hozir xo'jayinga olib kirishim kerak edi, Anvar. Aka, qog'oz variantlari bormi? Bor desa ham bo'ladi. Unda oson. Rasmga olamiz, o'girib ustidan bir qarab chiqamiz. Keyin qilsa bo'ladimi? Ha, siz hozir menga hamma qog'ozlarni olib keling. Xo'p. Ertalabgacha tayyor qilib qo'yamiz. Anvar. Xo'jayin hozir so'rayapti-da. Aka, boshqa iloji yo'q. Xo'jayinga biron bir bahona aytib turing. Men hozir unda xo'jayinga kirib tushuntirib ko'raman. Lekin bor umidim sendan, Anvar. Yaxshi bo'ladi, xudo xohlasa. Istasangiz bugundan ishga kirishing. Biroz qo'llaringizni ham qizdirib olasiz. Yoshingizni inobatga olib, sizni sinab o'tirmayman. Ko'p yillik chevar ekansiz-ku. Ha. Xo'jayin, haligi nima desam ekan? Xullas, hisobotlarimiz o'chib ketibdi. Bu nima deganing? Ha, hozirgina hammasi tayyor. Olib kiraman deganding-ku. To'g'ri, xo'jayin. Kecha hammasini tayyor qilib ketganman. Bugun kelsam, hammasi o'chib ketgan. Bilmadim, kompyuterga virus tushgan shekilli. Davlat. Necha yillik xizmatchisan, mutaxassissan. Ha nimaga ehtiyot choralarini ko'rib qo'ymading? Hech qachon bunaqa bo'lmagandi. Birinchi marta, xo'jayin. Bundan buyon hushyor bo'laman. Bunaqa vaziyat bo'ladimi, bo'lmaydimi, lekin baribir sen mutaxassis sifatida ehtiyot chorasini ko'rib qo'yishing shart edi. To'g'ri, xo'jayin, aybdorman. Boshqa qaytarilmaydi. Boshqa qaytariladimi, qaytarilmaydimi? Bu sening ishing. Gapning qisqasi, hisobot qachon meni qo'limda bo'ladi, ha? Ertalabgacha, xo'jayin.
Yaxshi. Hozir boshqa gapni gapirib o'tirishning foydasi yo'q. Lekin o'ylab ko'r. Birorta hamkorimizga yuboriladigan hujjatning ahvoli shu bo'ladigan bo'lsa, oqibati nima bo'lishini tasavvur qilyapsanmi? Albatta bilaman, xo'jayin. Bo'pti, Davlat. Uka, sal e'tiborliroq bo'l. Xo'p, bo'ladi. Borib, tezroq ishga kirishganda, bu vaziyatdan chiqib ketish uchun harakat qilishimiz kerak. Xo'p, bo'ladi. Bora qol. Rahmat, xo'jayin. Rahmat. Dildora, Labbay. bu yoqqa qarab oring, qizim. Xo'p, bo'ladi. Labbay Bahodir Hamidovich. Qizim, bir achchiqqina ko'k choy olib keling. Xo'p, bo'ladi. Bu gaplarimni chin deb o'yladi shekilli. Ko'kidan ikkita. Ha, opa. Xudoning o'zi sizni bizga yetkazdi. Ha, ishga o'rganib qolgan ekanman. Hech uyda o'tira olmayapman. Kel, Madina, o'tir. Ishga chiqib yaxshi qilasiz, opa. Bekor o'tgan vaqt odamni kasal qiladi. Oling. Rahmat, qizim. Mana Madina ham bugundan bizda ish boshladi. Oling. Rahmat. Ha, nima bo'ldi? Xo'jayinning oldiga kirib chiqdim. Ertalabgacha tayyor qilamiz deb so'z berdim. Anvar, ertalabgacha ulguramiz, ha, uka? Aka, xudo xolasa, ertalabgacha bemalol ulguramiz. Ha, yaxshi. Xo'jayinning oldida yomon sharmanda bo'ldim-da. Hech qachon bunaqa bo'lmagandi. Birinchi marta bo'lish, Anvar. Ehtiyot chorasini ko'rishni hech ham o'ylamagan ekanman. Qanday qilib o'chirib yuborishgan bo'lish mumkin, ha? Aka, bizga yana bitta kompyuter kerak. Siz ham yordamlashsangiz ishimiz tezroq bo'ladi. To'g'ri. To'g'ri aytasan. Hozir yana bitta kompyuter olib kelaman. Boringga shukr, ukam. Nima qildim? Salom, Sevara. Sevara, meni eshiting. Kecha biroz oshirib yuboribman. Boshqa unaqa qilmayman. So'z beraman, jonim. Jonim, shtrafni o'yini ayting. Har qanday jazoga tayyorman. Shtrafni o'yini o'ylang. 1 soat vaqt beraman. Aytgan narsangizni muhayyo qilaman. Roppa-rosa 1 soatdan keyin telefon qilaman. Kelishdik-a? Xo'p, jonim. Jamshid aka, nima deysiz endi? Qiz degan nozi bilan yaxshi-da. Shtrafnoyni katta aytib tushirib yubormasin. O'ldim menda bitta qizni shtrafnoyni ko'tara olmay.
Yaxshi. Xo'sh. Yes! Xo'sh, bunisiga. Ko'paytiramiz. Mayli. Yo'q. Bo'lishi mumkin emas. Nimaga? Shunchaga. Sabo! Tikilgan kiyim qanday chiqishi egasini fe'liga ham bog'liq. Ahvoling yaxshimi, o'g'lim? Ha? Sen bilan ko'rishishimiz kerak. Hisob-kitob haqida umuman og'iz ochmaydi. Katta pulga uxlatdik. Parvoyiga umuman kelmaydi. Davlat aka, men oyimni birrov ko'rib kelishim kerak. Meni hozir dadam bankdan pul ola olmaydigan qilib qo'ygan. Bor pulimni yaqinda tayyor bo'lib qoldimi? Deyarli tayyor bo'lib qoldi.